Aynan O'zbekiston fuqarolariga bir narsani aytib o'tmoqchiman. 5 soat 6 soat ushlab turdi. Shtrafi bo'lsa nechta kishini qaytarib jo'natmoqchi ham shekilli. Dokumentsiz yurganlar diqqatiga. Endi Vunukoga kelayotganinglarda hech qachon Zaпрос qildi, bir narsalar qilishdi, olib qolishdi ular. Budvaniyni deport qilib sizni O'zbekistonga jo'natib yuboradi. 30-aprelgacha hali vaqtinglar bor. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Privilegi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Privilegida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Privilegi biz bilan hammasi oson. Dokumentsiz yurganlar diqqatiga yana bir bor eslatma. Bilsanglar, 2025-yil 5-fevraldan ushbu qonun amal qiladi deganiga. Hozir paytda amal qilyapti. Siz dokumentsiz yuribsiz, sizni ko'cha-kuyda GAI bo'ladimi yoki PPS bo'ladimi farqi yo'q. To'xtatsa, dokumentingiz yo'qligini bilsa, sizni sudga olib borib 5000 shtraf solib vaqtini o'tkazmaydi. Shu joyda 5000 shtraf soladi, yaxshi muomala qilsiz, mayli qo'yib yuboradi. Agar unda ham yaxshi muomala bo'lmasa, Budvaniyni deport qilib sizni O'zbekistonga jo'natib yuboradi. Shunday holat bo'lmasligi uchun qaytarib o'taman. 30-aprelgacha hali vaqtinglar bor. Imенно reyestrga tushganmisiz, 1-2 yil dokument qilmaganmisiz, bunisiga qaramangda Allohga tavakkal qilib, avvalo shtrabingiz bo'lsa birinchi o'chir to'lab qo'ying shtrabinglarni. Akalarim, qizig'i yo'q. Administrativniy shtrab bo'lsa bo'ldi. Qarzdorligim bor-ku desanglar, sudga oshmagan bo'lsa bo'ldi, akalar. Kirdilishingizni qilib, kelib patentga topshirib, registratsiyani uyga qo'yishga taklif qilaman. Hamma insonga hozir paytda ko'cha-kuyda Liboy, GAI, DPS, PPS qizig'i yo'q. Agarlar to'xtatsa, registratsiyangizni shtar tezda aytib bermasangiz, uyingga olib bor. Mana shu yerda yashaysanmi haqiqatan ham deydi. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun imkon qadar uyga qo'yishni taklif qilaman. Uyda yashayotgan odamingizga ham plyus, sizga ham plyus. Shuning uchun dokumentni kechiktirmasdan qilib olishni taklif qilaman. Biz aeroport Vunukodamiz. Kechagi kuni Jukovskiydan video qilgan edim. Hayotbek Vunukodan yo'lda turmaydimi debdi. Men sizlarga sodda qilib o'zimizni hali jaydaricha tushuntirib o'taman. Aeroport Vunukoda kirishda birinchi, ikkinchi etajda pashti 24 ga yetib turishadi. Bu turgani birinchi o'chirdan tinchlikni saqlash uchun turadi, bezopaslik uchun. Ikkinchidan bez dokumenti yo'qladi, o'sha biladi. O'zbekiston, Tojikiston fuqarolar o'sha dokument yuradi degan fikr miyada bor bo'ladi. Chunki dokument yurgan insonlar berib, o'sha o'rgatib qo'ygan, u avtomatik biladi. To'xtatadi, dokumentingiz bo'lsa, indamay, dokumentingiz yo'q bo'lsa, kelishuv asosida xursand qilsanglar chiqarib yuboradi. Yoki unda sizni jicha olib o'tib reysingizgacha zasabingiz o'ynaydi, xullas shunaqa holat. Lekin atak reysdan qolgizib, sizga nisbatan bunday narsalar bo'lmaydi. Imkon qadar harakat qilib, chiroyli muomala qilib ketsanglar bo'laveradi. Ichkariga agar kirib olgan bo'lsanglar, men hali har doim ko'rsataman, hozir mana metro taraf bilan kirib ko'rsataman. Shu holatda kirib olgan bo'lsanglar, ichkariga o'sha bo'ldi sizga inshaalloh bironta сотрудник kelib, "Mana shu dokument olishim" degan gap so'zni qilmaydi. Chunki bunaqa holatlar imенно Vunukoda bo'lmaydi. Domodedovoda bo'ladi. Buni ochiq oydan aytish kerak. Kirib olsangiz Domodedovoda so'mkani topshirib biletingizni oling, registratsiyadan o'tib pasport kontroliga chiqayotganingiz turishib oladi. Jukovskiyda unday holat yo'q. Kechagi Jukovskiyda faqat yo'ldagi holatni aytdim. Agar sizlarda Jukovskiyda bironta сотрудник tekshirib pulni so'rasa, mana shu Telegram nomerim yoki Instagram shuni menga обращаться qilinglar. Inshaalloh ashadda o'zida hal qilib qo'yamiz. Chunki Jukovskiyda nima uchun sizlar uchun zo'r tarafini aytayotganim, ichkari tekshiruv yo'q. Xudo xolasa bugun ham qo'ldan kelgancha harakat qilaman sizlarga doimgidek yaxshi video qilib berish uchun. Hali ham o'zgargan yo'q, Yuter, Pobeda o'zgargan yo'q, lekin kompaniyani ko'rsatmayman. Bizdan bilet olayotgan ukalarni iltimos qilaman, faqat havo yo'llari qonun shartga olish taklif qilaman imkon qadar. Buni bo'la hech kim yo'q, qarang. Quruq. Hech kim yo'q demoqchi. Bugun 5:05 da registratsiya boshlanadi. O'zbekiston havo yo'llari har doimgidek birinchi marta uchayotganlar uchun ko'rsatib, bir qator tushuntirib o'tamiz. Videolarimiz sizlarga foydali bo'lyaptimi? Oxirgi payt ukam fermadan video qiling, fermadan deb juda ko'p so'rash, chunki 170 necha mingta ham odam ko'ribdi. Fermadan juda ham ko'p so'rashyapti. Bir akamiz ferma bor dedi, sotiladigan mollari bor ekan, sotamiz deyapti. Qani, vaqt topib bu yoqqa ham borib sizlarga agar qiziqayotganlar bo'lsa video qilib berishga harakat qilaman. Metroda oldi turadimi deganlar yo'q. Metroda eshikni tagida turmaydi, mana ko'rib turibsizlar. Hech kim yo'q. 7, 8, 9 astalda mana ko'rib turibsizlar. Shuni to'xtab turib, shuni o'tib turib kirib ketsanglar bo'laveradi. Qiyinchilik joyi yo'q. Agar mabodo birinchi etajda turgan bo'lsa, sizlar haliga
tekshirmoqchi bo'lgan akalar. Allohdan so'rab kirib ketaverasizlar. O'zbek MiG-24dan uzoqlashmasdan original Telegram kanali opsiyanida obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Telegramga kunlik arzon bilet narxlarini chiqarib turibmiz. Juda ko'p insonlar so'rayapti, "Ukam, bilet narxlarini chiqarmaysanmi?" Chiqarmaysan, chiqaryapmiz. Haftada bir marta aviabilet bo'yicha video qilganimda paddeshka bo'lib tursa, 2 kunda bir chiqarsak bo'ladi. Hozir paddeshka yo'q, aviabilet bo'yicha imminda. Faqat shu aeroport video chiqarsa, moshini ketyapti. Bir-birimizdan akalar, yengil ters. Bismillah deb boshladik, aytgancha aeroportdagi taksi xizmati kelyapti, bemalol abrashni saqlasizlar aka. Jigarlar, metro taraf o'tayapti, tinch ko'rib turganlarda hech kim yo'q. Ertalab soatlarimiz 5:06 ertalabki. Bugun Toshkent hovlilari, Farg'ona hovlilari, Namangan hovlilari bor ekan. Registratsiya 5:05 da boshlandi. 1 minut boshlangan ekan. Bugun 20-mart, shuni aytib qo'yay. O'zbekistondan keladigan reyslar Buxoro hovlilari, Toshkent hovlilari, Urganch hovlilari, Pobeda Toshkent bor ekan, Pobeda Samarqand bor ekan, 6:30 da kelar ekan. 7:40 dan boshlab 7:50 gacha, 55 gacha hovlilari kelar ekan. 3 soat oldin registratsiyaga kelinglar. 3 soat oldin. -1 mana ko'rib turganlarda -1 dan ikkinchi etajga chiqish kerak bo'ladi, ya'ni velit. Uchish ikkinchi etajda. Registratsiya ham ikkinchi etajda, uchib ketishdan ikkinchi etajda. Metro taraf tinch. Ko'rib turganingizda hech kim yo'q. Ochiq oydin borini sizlarga aytib o'tyapman. Aka-ukalar, ikkinchi etajdagi holatni ko'rib turibsizlar. 60 dan 51-stoyga mana shu joyda O'zbekiston havo yo'llari registratsiya bo'ladigan joy. Bu yer o'zgarmaydi. Toshkent ko'chasimi, Buxoroga ham, Namanganga ham, Farg'onaga ham, Urganchga ham qiziq. Samarqand havo yo'llari bilet olsa, 60 dan 51-stoyga mana shu joyda bemalol registratsiyaga ketsanglar bo'laveradi. Xo'p, kutuvchilar mana shu joyda bor, 3-chi etajda bor. Registratsiya ham, pasport kontroli ham 2-chi etajda ko'rib turganlari. Bir narsani ma'lumot qilib qo'ymoqchiman mana shu joyda. Bepul zaryadkalar qo'yib qo'yibdi. Telefonlar mamoda tugab bo'lsa zaryad bemalol zaryadga qilsanglar bo'laveradi. Adashib mana shu 8:17 ga kirib ketib qolmanglar, iltimos qilaman sizlardan. Chunki bu внутренний reys, Rossiyaning ichiga uchadiganlar uchun tegishli joy. 18:31 deb qo'ygan tarafga yurishlar kerak bo'ladi. Ko'rib turganlarda Namangan, Farg'ona registratsiyasi ham shu boshlandi. Chunki 5:05 da boshlanishi kerak edi. Nasib bo'lsa boshlandi. Mana shu joydan so'mkalar topshirib, biletingizni olib, mana shu qarab yurishlar kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, 18:31 mana shu joyda pasport kontroliga ketaverasiz. Pasport kontrolida eshigini tagida hech kim turmaydi. Yana qaytarib aytaman, hech kim yo'q. Hovlilarni ko'rib turibsizlar. Hech qanaqa so'mkani bir tekshirtirib, bir sol degan narsalar yo'q. Hovlilar eng zo'r, meni fikrimda va boshqalar fikrida nomer 1 kompaniya. Bemalol utsanglar bo'laveradi. Xullas shunday gaplar. Biz Pobedani ham, Yuterni ham o'sha video qilmaymiz. Chunki men o'zim shaxsan men bankrot qilganman. Bu aviakompaniyalarga bilet ham sotmayman, tavsiya ham qilmayman. O'zbekistonga necha pul olib kelsak bo'ladi deyotganlar mana shu yerga ma'lumot qoldirilgan. Necha pul olib kelsangiz bo'ladi? $9,900 rublda 700,000 rublga chop kelsanglar bo'laveradi. Shunday gaplar. Ikkinchi etajda lekin tekshiruv bo'lyapti akalar. To'g'risi, oxir payt Pobeda Yuter Uralni ko'rsatmayotgan sabab o'zingizlar bilyapsizlar. Juda ham ko'p vatandoshlarimiz qiynalyapti va meni boshqa hamkasblarim ham, ukalarimiz, bloger shu aviabilet bilan shug'ullanuvchi ukalarimiz ham aytib chiqyapti. Ko'rib turgan bo'lsanglar, shuning uchun to'g'risi atdushi sovet sizlarga akalar. Men hech qanaqa xoyollar bir lishni pul to'lamaydi yoki qon oshirib to'lamayman. Sizlarga o'zim nimani xohlayotgan bo'lsam, o'zimga nima ravo ko'rayotgan bo'lsa, sizlarga ham shuni ravo ko'rib aytyapman. Tanlov o'zingizlarda yana cho'ntaklarga qarab nima qilaverasizlar. Atak boshqa aviakompaniyaga qaraganda rasa bo'lsa hozirgi momentda 20-aprel 2025-yilda oladigan bo'lsa 500,000 rubl qimmat yo arzon. Raznica shu xolos. Hatto komfort sotib olasiz havo yo'llarida. Yuterda nima uchun video qilmayapman, unukaga kelgan yoki Pobedaga video qilmayapman? Bagaj temasi juda ham ko'p qiynalyapti. Shuning uchun video qilmayapman. Yuterga harakat qiling, agar mabodo bilet olib qo'ygan bo'lsangiz, rushnoy solmanglar oshchi. Chunki rushnoyda 1 kilo oshchi bo'lsa 5000 to'latadi. Agar bagajda bo'lsa 500 rubl to'latadi. Shuning uchun mabodo endi bilet olib qo'ygan akalarimiz bo'lsa, imni Yuterda bo'lsa, shu holatni to'g'rilab qo'ysanglar yaxshi deb o'ylayman. Kelgandan keyin обязательно Yuterni savatchasiga qo'lingizdagi so'mkangiz, ya'ni rushnoyingizni olib kelib solib ko'ring. Yengil tushib chiqyaptimi? Agar tushib chiqmayotgan bo'lsa, majburlab ashulada oldida solsangiz, unga ham xuddi shu narxda shtraf to'latadi. Shuni ehtiyot bo'lishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Adak aeroport unuka tinch, hammasi joyida, kirish holatini aytmagan, hammasi chotki. Yil oxiri payt granitsaga samolyot orqali borib kelsak bo'ladimi deb juda ko'p inson yozyapti. Mana akamiz bugun 20-mart do'xosi necha kun vaqtingiz ketdi, necha pul rasxod qildingiz va granitsada qanaqa savol javob bo'lyapti, qiyinchilik bormi yo'qmi? Ochiq oyda mana misol aeroportdan keldingiz, qanday bo'ldi? Hamma yo'q aytib bering mana. Biz kuzatayotgan insonlar imminent samolyot orqali borsa bo'ladimi yo'qmi, shuni bilib olasizlar. 19-iyul ertalab uchdim.
kechqurun yana обратно bilet bor edi Moskvaga. 19-chislotini 20, уже 20 ga o'tar. Soat 12:30da tushdik. 2:30 tushgan bo'lsak, hozir mana 5 soat, 5 soat, 6 soat ushlab turdi. Qayerda ushlab turdi? Mana Vnukovada. Vnukovada ushlab turdi. Xo'p, qanaqa savol javob beradi? Nima uchun? Savol javob nimaga kelding? Sel qanaqa? Nima qilasan kelib? Nimaga chiqding granitsaga? O'zingga borsang bo'lmaydimi? Shunaqa savol javoblar. Keyin Siz Ozarbayjonga bordingiz? yo'q, Armeniyaga. Armeniyaga bordingiz. Bironta problemasi bo'lsa, shtrafi bo'lsa, qiynaydi. Уже nechta kishini qaytarib jo'natmoqchi ham shekilli, chunki qog'ozlar yozdi, bir narsalar. Shtraf bor insonlar shunaqa qilyapti. Dabros qildi, bir narsalar qilishdi, olib qolishdi ularni. Bizda bir 5 soat o'tirdik kutib, savol javob qildik, keyin mana Xudoga shukr to'y boshladik. Ya'ni siz Yerevanga borib kelishga necha bir rasm qildingiz? Yerevanga tуда-обратноga заранее bilet oldim 21,5. Nima bir yani? Yoqqa bordim, shu aeroportda o'zida o'tirdim. Faqat 550 rubl shu suviga suv oldim. Demak, hozir ro'za. Ro'za uydan oldim, bir ikki yeydigan narsalar. Shu tamom. Ya'ni biletga- Armeniyaga kirib chiqishda tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? O'zingizdan vijdoni ayting. Armeniyaga chiqib kirishdi, mana bu yoqda so'rashadi. Vnukovo. Vnukovo. Ketishda ham meni olib qoldi, nimaga yoqqa boryapsan dedi. Men aytdim, пересечение границы dokument qilish uchunsan. Он там подожди dedi, сейчас за тобой придут dedi. O'tirdim yarim soat, keyin keldi, olib kirib ichkariga yana doпрос qilishdi. Nima yoqqa borasan? Tuda shu savollarda yana Значит, ko'proq savol javob bo'lmasligi uchun eng tinchi O'zbekiston ekan. eng tinchi shu uyga borib kelish. Uydagilar Agar- ko'rib keldilar. Agar dokumentlari yaxshi bo'lsa, o'ziga uverim bo'lsa, biron problema, shtrafim yo'q, biron vaqti biron problema qilmaganman desa, chiqib kelsa bo'laveradi. Savol javob qiladi-yu, qo'yaveradi, bo'lib kelaverasiz. Tushunarli. Aka, Agar- qarang, siz necha oydan beri dokumentsiz yurgansiz ekan, постоянно dokument. Yo'q, men dokumentsiz вообще yurmaganman. Esim taniganman, shahar dokument dokument bilan. bilan. Dokumentsiz biron marta yurmaganman. Har doim dokument bilan. O'ziga uverim bo'lishsa, oson yo'li chiqib kelsa bo'laveradi granitsaga. Agar sal bir joyda сомненияsi bo'lsa, u kishi uyiga borib kelganim ma'qul. Yorib kelsa Ha, bo'ladi. yoki Qozog'iston sal osonroq. Endi yo'li Ozod. qiynaydi, yo'li 2 sutka, 3 sutka yaqinlarga taksilar. Lekin Lekin aeroportdan qaraganda mana oson. shu holatda akamizga o'xshab bilet yozib beramiz. Bemalol samolyotda uchib, aeroportda o'zida mashinalar kutib olib, granitsaga olib kirib chiqib, yana aeroportga olib kirib kelib, shu holatda kelsanglar bo'laveradi. Внутренний reysda bunaqa zaпрос bo'lmaydi. Ya'ni pasport kontroldan o'tmaysiz, отпечатка topshirib, nima uchun kelding degan narsalar bo'lmaydi. Shuning uchun ko'ngil to'q qilinglar. Внутренний reysda просто bilet olasiz, kirasiz, o'tirasiz, bo'ldi, ketdi, shunaqa. Bu yoq международный reysga uchayotgani uchun, ya'ni tashqi uchayotgani uchun shunaqa holat bo'lgan. Sizga rahmat, tashakkur. Aka-ukalar, xudo xohlasa bugungi videomiz sizlar uchun foydali bo'ldimi? Maksimal darajada aeroport Vnukovodan yoki aeroport bo'yicha ma'lumot kerak bo'layotgan do'stlarga jo'natib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Ko'rib turganlar bugun 20-mart, ya'ni ertalabki sahar 5 da syomkani boshlaganman, уже 6 dan o'tdi. Hamma ma'lumotni berdim, holatlar yaxshi, ko'ngil to'q qilib, Allohga omonatsizlar, bemalol Allohdan so'rab kelsanglar bo'laveradi. Aynan O'zbekiston fuqarolariga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Endi Vnukovoga kelayotganinglarda hech qachon o'zingizga to'g'rimisiz? Boqmanglar. Kulib, yaxshi kayfiyatda kech payt kelgan bo'lsangiz, добрый вечер, kunduz kelganmisiz, добрый день yoki добрый утро, здравствуйте degan so'zlarni sekin ishlatib qo'ysanglar, bu o'zingizlar uchun ham yaxshi deb o'ylayman. Sizga oshcha savol javob ham bo'lmaydi deb o'ylayman. Tak hammasi Allohdan. Samый главный shtraf bor insonlar обязательно shtraf bilan to'lab qo'ylar, chunki shtraf bo'yicha juda ham ko'p muammo bo'lyapti. Ya'ni shu granitsaga chiqib kelgan akamiz ham aytib o'tdi. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar akalar. Rossiya Federatsiyasining qonunlariga amal qilmasak bo'lmaydi. Shu yerda tirikchilik qilyapmiz. Shtraf oldingmi to'lash kerak. Bunaqa holat. Mana biz ham mashinada yuribmiz, shtraf olsak sirasi to'layapmiz. To'lamasak bo'lmaydi. Bular shunaqa gaplar akalar. Allohga omonatsizlar. Videomiz aka endi, bunaqasini bosinglar. Yoqmasa bunaqasini bosib qo'yinglar. Farqi yo'q. Samый главный bosinglar ikkosidan bittasini. Allohga omonatsizlar. Kuninglar xayrli bo'lsin.